Bugun men sizlarga o'zida haqiqiy kuch va ishonchni uyg'unlashtirgan Slavmash brendini benzinli arasini tanishtiraman. Bir ot kuchiga ega, 58 kub diametr hajmli kuchli dvigatel har qanday qiyin vazifalarni osongina uddalaydi. Yoqilg'i baki 550 ml bo'ladi, moy baki esa 260 ml bo'ladi. Bu sizga uzoq vaqt davomida uzluksiz ishlash imkonini beradi. Og'irligi atiga 7 kg. Ish jarayonida qo'llaringiz mutlaqo toliqib qolmaydi. Zanjirlar orasidagi uzunlik 734 mm va kengligi esa 1,5 mm. Bu har qanday yog'ochni tez va oson kesish uchun ajoyib tanlovdir. 3 oy kafolat bilan xavfsizlik va sifatga ishonch hosil qiling. Slavmash bilan har qanday vazifa oson va qulay. Bu benzinli aramizani sinab ko'ring va ish jarayonidagi farqni his eting. Slavmash, haqiqiy kuch va ishonch.